aşığı kalsa bulmaz. Yürek balı güymese, bir huda yansa bulmaz. Saman derdin ot içrer, yanmazsa sansa bulmaz. İşkim düştü yürekke, hasratı bulsa bulmaz. Derya kadamgan yaşlı, kaytarı bulsa bulmaz. Boy boy boy, ala yüz boy boy boy, kara yüz boy boy boy, ala yüz gele ver, hey kara yüz gele ver. Sağlıkamım isem, dağıtanın felekke. Bulgul atalım, köyün kuyuma bölekke. Sormasa halim dilber, gamın sığmaz yürekke. 360 damarda, 443 süyekke. İşkın andasın yoktur, hasratı balsa bulmaz. Boy boy boy, ala yüz boy boy boy, kara yüz boy boy boy, ala yüz gel bara, hey kara yüz gel bara.
Katta rahmat. To'ylar muborak bo'lsin deymiz, hurmatli do'stlar. Darvozamiz mehmonlari, xonadon sog'ligi, Muzaffar og'amizni, Gulmiraxon ipkamiz bugungi farzandlarni to'ylari muborak bo'lsin deymiz. Endi hurmatli do'stlar, darvozamiz mehmonlari, qadimdan urf-odatini kelib salom olamiz. Ayollarimizdan iltimos qiluvchi farzandlarimizni yonlarimizga olib, qadimana kelinni tushirib, Xudo xolasa qadimgi urf-odat kelin salom olamiz. Bugün ulug' bu mana joy bering jo'shqin ayvonlar. Baxtiyor bu xonadonlar baxtli bir gelin geldi. Arzu maqsada bakkan, qo'l oyog'i dim chapgan erkak bir gelin geldi. Bo'lsin doimo baxtına sig'inib Alloh taxtına. Göğü balanın baxtına baxtli bir gelin geldiğimiz endi yoshlarimiz baxtli bo'lsinlar, qo'shqanlari bilan qo'sha qarsin deymiz. Qadimana tayyor misiz? Tayyor misiz? Xudo xolasa kelin salom olamiz endi. Xonadonda bo'layotgan to'ylar o'ng'indan bo'lsin deymiz. Yoshlarimiz baxtli bo'lsin. Mana shu kelinchakni olib kelgan mana Islombek og'a faqatgina yaxshi kunlarda o'g'illarni, qizlarni to'ylarda xizmat qilish nasib etsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat sizlar. Hoş gelipsiz yenge abiye. Hoş gelipsiz.
Endi hurmatli do'stlar, Habibni urfatib kelin salom olamiz. Diqqat bilan tinglaymiz endi xudo xolosa. Boshladik esa tayyor bo'lsangiz qadimalar. Bismillahirrohmanirrohim. Avval boshlab Allohni yod etamiz. Payg'ambarlar ruhlarini shod qilamiz. Alloh subhanahu taolaga ta'zim qilib, jubidan egilib kelin salomlarni. Mana qoplardan ulashmoqda xonadon egalari. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Gulib tursin osmondagi oyimiz. To'yxonada bo'laversin joyimiz. Qop-qatadan saqlasin Allohimiz. Ikki olamni sarvari Habibimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ruh poylarini ta'zim qiling, egilib kelin salomlar. Yaxshilarga yaxshi gaplar aytganlar, sizni bizga tilak aytganlar, barcha avliyo pirlarimizga ta'zim qiling, jubidan egilib kelin salomlar. Hammamiz ham odam ota farzandi. Qom qarindosh momo qova dilbandi. Oila muqaddasdir, nikoh payvandi. Odam ota, qovaja anamizning ruhlarini ta'zim qiling, jubidan egilib kelin salomlarni. Qutlug' bilan kelin kelibdi. Mehmon emas, mezbon kelin kelibdi. Qarang bugun mahallasin tabarrik topilibdi, tinglang, ko'ring kelin salom beradi. O'chog'idan chaqnab tutun mehmon kutar kecha etun. O'zingiz otasiz atlab shu kun shu xonadonni bo'sag'asiga ta'zim qiling, jubidan egilib kelin salomlarni. Ana endi bu dunyodan o'tganlar ne niyatlar bilan qilgan imorati ezgulikdan iborat. Qabullarin qilaring gul olib borib ziyorat marhum Nijobboy bobomizni, Avvaljo anamizni, Ziribboy bobomizni, Enajon anamizni, Nazaroy otangizni, Anabibi anangizni, Xolisaxon anangizni, Qaymomangizni, Qadamboy otangizni, O'g'iljon analaringizni, Hamidaxon ammamizni, Xo'shnudbek og'angizni, Mahmudjon doyingizni, Nodirbek og'alarni, Bekzodbek og'alarning ruhlariga ta'zim qiling, jubidan egilib. Rohatay xolamizni ruhlariga ta'zim qiling, jubidan egilib kelin salomlarni. O'tganlarni yod ayladik. O'tganlarimizni yodganlar yaxti bo'lsin deymiz. Joylarin jannatdan bo'lsin, izlari obod bo'lsin. Bugun mana hayotda to'ylarni ko'rib suyunib turgan to'y boshqalarining salomlarini diqqat bilan tinglaymiz. Tog'i toshni tik qilgan, ikkalashni bir qilgan xonadonning kattalari, qayin bobo, qayin momolar bor. Baxtiyor otamizga, Muqayyoxon onamizga, Aminboy otamizga, Quvonchoy onamizga ta'zim qiling, jubidan egilib kelin salomlarni. Farzand to'y quvvat qo'shib quvvati. To'y beribdi, ot chiqarib yelata. Aqtiq, cho'nglik, yo'qlik, yaqinlarni sevsin muroda deymiz mana. Bugun mana farzandlarni vaqti oqshomini ko'rib turgan, suyunib turgan qayin otangiz Muzaffar og'amizga endi ta'zim qilasiz. Jubidan egilib kelin salomlarni. Dasturxon ko'tarib xudolar tomon ketgan. Bilasizki bu kunni arziqib kutgan kundan shuga yetgan galin keldi deganda bugun mana shodlanib turgan, suyunib turgan qaynonangiz Gulminaxon Oyibkamizga ta'zim qiling, jubidan egilib kelin salomlar. Endi doim izzatda galin bo'lar xizmatda. Salom bering albatta mana qaynonangiz Gulminaxon Oyibkamizga yana bir ta'zim bilan jubidan egilib kelin salomlarni. To'yni so'p vaqtingga kel degan, vaqt uyda yengida ron sur degan. Hasan Husan farzandlarini ko'r degan xonadonning kattalari Mahmudjon og'amizga, Naziraxon bingizga, Olliyor og'amizga, Zuhrajon bingizga, Latifboy og'amizga, Zulfiyaxon biylarga ta'zim qilasiz deb jubidan egilib kelin salomlarni. To'y ichida qarashgan, sarpolarni sanashgan ammalar bor. Bugun mana to'yda xizmatda, izzatda bo'lgan ammalar. Shalmonjon ammamizga, Ayshajon ammangizga, Rejabboy pochchangizga, Gulbahor ammaga, Baxtiyorbek pochchangizga, Jumagul ammangizga, Shonazar pochchangizga, Qur'onoy ammangizga, Saydaxon ammalariga ta'zim qilasiz, jubidan egilib kelin salomlarni. Gulib tursin shurlarni osmonni oyi. Choynagida to'lib tursin 95 qara choyi. Kuyov balada bor ekan shunday bir ajoyib doy deymiz bugun doylari. To'ylar muborak bo'lsin. Olimboy doyi to'ylar muborak bo'lsin. Ta'zim qilib jubidan egilib Olimboy doyingizga, Arifjon og'amizga, Jumagul biylarga ta'zim qilib jubidan egilib kelin salomlarni. Xivamizda bordir eski qalalar. Qo'lab o'ynab yursin deymiz balalar. To'y muborak bo'lsin aziz xolalar. Bugun mana to'yda xizmatda bo'lgan xolalara to'ylar muborak bo'lsin. Dilobar xolamizga, Ismoil pochchamizga, Havasxon xolangizga, Umidbek pochchangizga, Guliston xolangizga, Rashanbek pochchangizga, Izzatjon xolangizga, G'afurbek pochchangizga, Hamid og'angizga, Shukurjon bingizga, Mansurbek og'angizga, Nazargatxon bingizga, Qosimboy og'angizga,
Fazilatxon biza, İxtiyorbek og'aza, Laylaxon bilana endi ta'zim qilib jupidan egilib kelin salomlarni. Qo'li olti yuzikli, qarshi ko'zli suzukli, mana kichkina ammalar deb yozib qo'yibdilar ekanlar. Asobiy barasida endi mana xizmatda bo'lgan Faridaxon akamizni, Uzunboy og'aza, Gulnoraxon ammaga, G'ayratbek og'amizni, Rayhanoy ammaga alohida, Temurbek og'amiz ham alohida. Seydaxon ammalari ta'zim qilasiz jupidan egilib kelin salomlarni. Salomatxon ammangizga, Rohatjon ammangizga, Jabboy og'amizga, Muhabbat ammalari, Ilhombek og'aza, Adolatxon ammalar bor, Ikrombek og'alara ta'zim qilib jupidan egilib kelin salomlarni. Qaynog'amni o'z og'anda bilgalin, kelganida chiroq yoqib turgalin, gap qaytarmay xizmatida bo'lgalin. Bugun mana qayn og'alarimiz Dilshodbek og'aza, Yulduzxon bingizga, Sherzodbek og'aza, Shahnozaxon bingizga, Shohidaxon aytganingizga yana ta'zim qilasiz. Akbarbek og'alarimiz bor, ta'zim qiling. Doniyorbek, Nazakatxon aytganlarga ta'zim qiling. Doniyorbek og'amizga ta'zim qiling. Jupidan egilib kelin salomlarni. Ulug'bek og'amiz bilan Nadiraxon aytganimiz ham ta'zim qiling. Shu xonadonga bo'lin Baxtli malika, sizda bordir jajji chiroyli gap. Bugundan boshlab bular sizga qaynbika, Asobiy baras alohida Ilmira xona, Jasmina xona, Sabina xona ta'zim qilasiz. Nozima xona, Akmalbek bor ekan, ta'zim qiling. O'simboy og'alari, Xalilaxon bilar ham endi qolmasinlar, ta'zim qiling. Jupidan egilib kelin salomlarni. Yana shunda mana xolalar deb yozilgan Gulxoya xolangizga, Anvarbek og'angizga, Ro'zagul xolangizga, Zohidjon og'angizga, Zulayxa xolangizga, Vohidjon og'angizga, Sharifajon aytganimizga, Dastonbek og'alari, Saparvoy otangizga, Qamiloxon anangizga, Quronboy otangizga, Sapargul aytganlari, Ro'ziboy og'amizga, Maqsudaxon aytganimizga, Qadamboy otangizga, Bibi aytganlari ta'zim qiling. Jupidan egilib kelin salomlarni. Endi yan qo'shni, jon qo'shni, bir-biridan mehribon qo'shni. Yomon ishda yiroqda, yaxshi ishda doim xizmatda qo'shni. Qo'shni bozori sira demasa uni bir-biridan ozor deymiz. Iltimos salgina vog'irdan to'xtatamiz, eshitalmay turibman. Otabek og'amizga, qo'shnilar, Karomatxon bingizga, Rustamboy og'amizga, Sanamjon bingizga, Rashidbek og'amizga, Seraxon bingizga, Kenjaboy og'amizga, Aqiljon bingizga, Haydarбек og'amizga, Nargizaxon bingizga, Sarvarbek, Latofatxon, Karimboy, Zulfiyaxon qo'shnilari ta'zim qilasiz. Qashqadaryolik mehmonlar bor. Husniyaxon aytganimizga, Gafarjon opalarimizga, Akalxona alohida, Dilraboxonlara alohida ta'zim qilasiz. Mehmonlarga ta'zim qiling. Jupidan egilib kelin salomlar. Rapidani qarshitgan, nonlarni qo'shini qilib o'xshatgan, non yapgan Izzatoyi nonni solgan fazilati ta'zim qiling. Endi jupidan egilib kelin salomlarni. Elda topar e'tibor, har narsada haqqi bor. Mahallaqom akamiz mana xizmatda. Ahmadjon aka, ta'zimda mana. Ta'zim qilasiz Ahmadjon akamizga. Jupidan egilib kelin salomni. Kosa chaynikni tergan, o'ldim deyda zo'rdan bir piyola choyni keltirgan choycha akalarimiz ham ta'zim qiling. Jupidan egilib kelin salomlarni. El yurtini obro'yi o'chmas, o'chaqini alovi, shu ketmas sho'rvasi pulovi deymiz oshpazlara ta'zim qiling. Jupidan egilib kelin salomlar. 600 ga qash o'g'an, xotin qizlara bosh o'g'an, qadimalarimiz Gulnoraxon opamizga ta'zim qiling. Jupidan egilib kelin salomlarni. Endi sizni bizni chiroyli qilib video tasmalarga muhrlab borgan mana operator yigitlarimiz, Jasur media operator yigitlarni ta'zim qiling. Endi jupidan egilib kelin salomlarni. Oshiq Aydin san'atkorning piridir. O'zlari yo'q, lekin ruhi diridir. San'atkor ham pirlarning ham biridir deymiz. Albatta bugun mana Baranbek Yaqubov boshidagi san'atkor do'stlarimizga, ovoz operatorimiz Umidbek akamizga alohida ta'zim qiling. Jupidan egilib kelin salomlarni. Go'yo balani boshina boqish qo'ndi. Go'yo balaga boq tekboli baring kelinchak. Olma anor uzum suvun siqib baring kelinchak. Arinmasangiz 3-4 farzand doğib baring kelinchak. Go'yo bala Azizbekka ta'zim qiling. Jupidan egilib kelin salomlar. Kechasida otasidan kinoda pul gizlagan, yangari qilib bag'atdan, sayatdan, xanqadan qiz izlagan, keyin o'ylangan, o'ylamagan jo'ralarni ta'zim qiling. Jupidan egilib kelin salomlarni. Hammani aytdim o'xshaydi. Aytilmay qolganlar bo'lsa kechirsinlar. Giyla gudurlarni o'chirsinlar. Uzoqdagi qarindosh urug'lar,
beşteki baladan tartıp ta kulakı ağır mamalarca gelin şu makallarının başına tutup akınlarını tezim kılın. Cübüden egilip gelen salamlı. Hemen ayttım özüm kaldım. Üzümem yeter cübüden bir salam demiz. İlaha amin. Şu gelin haladanınıza bak tekkesin. Alam kuanç ekkesin. İndiki şurla oğuldur kızdır. Farzanlı oğanda gelip haladan sakıbılarını kutlap oturuş. Hemmemize nasip etsin. Amin. Allahu Ekber. Onu ekberden yine bir sağ olunlar, selamet olunlar. Hoş gelip sen gelin canım, hoş gelip sen gelin canım. Gel gelin can görüşelim, gelin canım görüşelim. Taze bağımın mıstığına, gel gelin can görüşelim, gelin canım görüşelim. Sağlıksın başın narına, sağlıksın başın narına. Gezdimesin az kurtulur, gezdimesin az kurtulur. Eziminden buldum sonuna, gel gel can görüşelim, gelin canım görüşelim. Salamlar dergili sallana, salamlar dergili sallana. Rahatin görsün kaynana, rahatin görsün kaynana. Davrumun yetsin her yana, gel gelin can görüşelim, gelin canım görüşelim. Gelin can kaşların kaman, gelin can kaşların kaman. Altın başın olsun aman, altın başın olsun aman. Gelin alsın hemen mimar, gel gelin can görüşelim, gelin canım görüşelim. Yer başında romalın zerli, Reyhanlı ortası perli. Başında romalın zerli, Reyhanlı ortası perli. Ata ananla dil bendi, gel gelin can görüşelim, gelin canım görüşelim. Aşkın kamanı yayedim, git camalınla ayedim. Aşkın kamanı yayedim, git camalınla ayedim. Gelen öyünle bayatı bey, gel gelin can görüşelim, gelin canım görüşelim. Baktın gülüp bakıp dursun, desturhanın dolup dursun. Baktın gülüp bakıp dursun, desturhanın dolup dursun. Oğlum kızım oynap gülsün, gel gelin can görüşelim, gelin canım görüşelim. Oğlum bakar kızın olsun, pahlavan din oğlun olsun. Oğlum bakar kızın olsun, pahlavan din oğlun olsun. Ailenle könlün dolsun, gel gelin can görüşelim, gelin canım